Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz, kuzatuvchilarimiz. Bugungi ishimizning birisi yine zamok. Chevrolet Cobalt toza üpiska. Chek, klient qanday javob bilan keldi? Mana uqan kiltini ochmay qolgan zamokdi. Sababi bu yerda iznos bo'lgan. Yaxsham zapasnoy kilti bor ekan, unda toza kilti. Mana shu toza kilt bilan ochib turgan mashina haydab keldi ustaxonamizga. Hozir mana açıyor. Tazadan pin taklap beremiz içine. Tazadan pin taklap beremiz. Plus taza ne koyup beremiz. Taza balvanka koyup kilitini yonup beremiz tazadan. Pilleri. Zamok kilit boyunca xabarlashaverasizlar. Ekranda nomer qoldiramiz.